Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisiz? Hozir bizda bitta spor ketib qoldi. Mana ishda oilaviy ko'rinishda qaynonani roli bor. Men aytayapman, qaynanaga endi Umida Mirhamidova yaxshi tushallatsa, Sa'di aytayapti, Nazoni o'zi o'ynaydi deydi. Aynan, bizda yulduz bor, grimyor bilasan. Shu Nazoni qaritib grim qilib bersa, qoladi. Bilinib qoladi. Nima deysizlar? Qaysi bir o'ynasa, qaysi bir. Men endi sporlashyapman, bitta shart etdim. Hozir mana kutib o'tiribmiz. Qaysi birligi birinchi kelsa, mana shu ko'cha eshigida kim birinchi kirib kelsa, o'sha o'ynaydi. Rozimisizlar? Rozimiz. Umid opam kirsa, Umid opa, Nazon kirsa. Qara Abdurahmon kirib kelsa, agar Abdurahmonni o'ynatasanlar, yo'q deysan. Xullas, kim kirib kelsa o'sha o'ynaydi. Bo'ldi, qo'l tashlaylar. Bo'ldi. Qo'l tashlaylik. Kelishdi. O'tiramiz kutib. Choy ichib o'tirib. Choy faqat ichmaymiz, Kim choy. kirar edim, mana 1 soatdan beri. Endi o'zing aytding, men bu qaynonani rolini kim eshikdan birinchi kirib kelsa, o'sha o'ynaydi. O'tiramiz. Hozir direktorimiz kirib. Kimligini mashdan topinglar. Kim? Assalomu alaykum, keling kechirasiz. Nima kerak edi? Haslat yurmasdan. Kimga o'xshatdinglar, topinglar. Topamiz. Oke, qalaysiz. Qo'llaring gap bosadi. Valdingiz yaxshi. Biz hozir spor o'ynadik. Mana shu rolni kim o'ynaydi? Mana shu eshikda hozir kim birinchi kirib kelsa, 1 soatdan beri o'tiribmiz. Hech kim kirmadi. Bo'ldi, o'yna. Tabriklayman yigitlar, Alloh kuch-quvvat bersin. Xudo xohlasa, hamisha har doimgidek muxlislarni xursand qilishda dizayn guruhi Yo, dizayn guruhi javob beradi, lekin siz bizni javob berishsiz, siz ham javob berasiz odamlar oldida. Biz spor o'ynaganmiz, chiqib beradi hozir. Mana shunda kim kirib kelsa. Seriyozno chiqib beramanmi? Ha? Boshqa. Men nimaga chaqirdilar-yu? Yo. O'zi syomkaga chaqiruvdik. Reklama bordingiz. Reklama syomkaga chaqirdik, просто. Men sporlashdi. Nazo kelish kerak edi. Umida ham kelishlari kerak edi. Qaynana Umida hamga beramizmi? Nima qilamiz? Yo'q gaplashib turganda, "Davay, eshikdan kim birinchi kirib kelsa, o'shanga beramiz." O'zimizcha Nazoni o'yladik, lekin siz kirib kelishingiz xayolda yo'q edi. Lekin faqat biz uchun emas, xalq uchun chiqib berishga va'da berasan. Hozirmi? Ha, va'da. Bo'pti, kommentda chiqsin deb yozishsa Yo'q, ko'proq. qancha ovoz yig'ilsa o'shanga qarab anaqa qilaman. Yo'q, chunki bu yerda baribir muxlislar gapirsin deyapman. Agar sizlar like'lar bosib, kommentga Shahlo deb yozib qoldirsanglar, 6 kun 7-dan 12-dekabrgacha o'sha rolni Shahlo o'ynab beradi. Bo'ldi, Qaranglar, lekin mana shunga qarab ishim hal bo'ladi, to'g'risi.